Arab tilida bilan ma'nosini bildirish uchun ikkita so'z ishlatishingiz mumkin. Bi va ma'a. Lekin bu ikkita so'z orasidagi farqni bilasizmi? Keling, bu videoda shuni tushuntirib beraman. Agar onlayn arab tili kurslarimizga yozishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va izohlarga plus qoldiring. Ma'a so'zi qachonki ikkita so'z birga bo'lganda, lekin ular bir-biridan mustaqil bo'lgan holatda ishlatiladi. Masalan, zahabtu ma'a sodiqi. Do'stim bilan bordim. Lekin do'stim va men ikkimiz mustaqil insonmiz. Ikkinchi misol. Al-kitabu ma'al qalami 'ala at-tawilati. Kitob bilan qalam stol ustida va ular alohida bir-biridan mustaqil predmetlardir. Bi harfi esa ikkita so'z bir-biriga bog'liq ekanligida va bir-biriga ta'sir o'tkazish holatida ishlatiladi. Masalan, katabtu bil qalam, qalam bilan yozdim. Qalam aynan yozishda foydalanadigan narsa. Akaltu bil mil'aqati, qoshiq bilan yedim. Qoshiq aynan yeyishda foydalanadigan narsa. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, uni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ulashishni unutmang.